Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan men Bahodir Karimov, vrach kardiolog. Bugun sizlarga iftorlikni qanday qilib to'g'ri o'tkazish, undan qanday qilib shifo olishimiz, quvvatimizni qanday ushlab qolishimiz mumkinligi haqida va qaysi xatoliklarga yo'l qo'ymasligimiz haqida va u xatoliklar nima oqibatlarga olib kelishi haqida tushuntirib berishga harakat qilaman. Bo'lmasam boshladik. Demak, bizni iftorligimiz kun bo'yi ovqatsiz yurgan oshqozonimiz kichrayib qolgan bo'ladi va og'zimizni ochganimizdan keyin suv yoki xurmo bilan nima bilan ochishingizdan qat'iy nazar, undan keyin qiladigan birinchi ishimiz 200 ml qaynagan iliq suv ichishingizdan va 2-3 ta xurmo yeyishingizdan boshlashingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Bu nima qiladi desangiz, bu oshqozon shirasini asta-sekin ishlab chiqarilishga va hazm jarayoniga sekin-asta moslashishga yordam beradi. Va suv ichganingizdan keyin 10-15 daqiqa to'xtalish qiling. Oshqozoningiz suvni hazm qilib olish kerak, tozalanish kerak. Shiralar ajragandan keyin asta-sekin iftorlikka shoshmagan holatda ovqatlanishga o'tirishingizni so'rab qo'ygan bo'lardik. Birdaniga aralash quralash ko'p yeb qo'yishingiz qorningizda og'riqlarni paydo qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi foydali jihatlarni aytib o'tmoqchiman. Dastavval birinchi navbatda suvni ichib bo'lganingizdan keyin, dam olganingizdan keyin sho'rvalardan boshlashingizni tavsiya qilardim. Yasmiqli, loviyali sho'rvalar, no'xat sho'rvalar, moshxo'rda agar allergiya bo'lmasa, mastava, uni ham miqdori bir kosa bo'lishi shart emas. Yarim kosa yoki bir piyola ichishingiz o'zi aslida kifoya qilinadi. Sababi Ramazonda faqat qorinni to'ldirish emas, uni quvvatini olish hamda tanamizni tozalashdan iborat bo'ladi. Shunga e'tibor qaratishingizni so'ragan bo'lardik. Uni yoniga salat qo'shasiz. Ya'ni sveji deydi, yangi uzilgan ko'katlar va sabzavotlardan tayyorlangan salat bo'lsa va oqsil sifatida ozgincha bo'lak qaynatilgan, dimlangan, parda pishgan go'shtlarni tavsiya qilamiz, biroz, ko'p emas. Agar shirinlik talab qiladigan bo'lsa organizmingiz, uni 2 soatdan keyin ko'p emas, bir oz yeyishingizni tavsiya qilamiz. Shunda ham sun'iy shirinliklardan qochishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Va iftorlikni ko'p yemasdan pauza qilishingizni, ya'ni to'xtatishingizni so'rab qo'ygan bo'lardik va 1 soatdan keyin to'yib chanqog'ingizni qondirishingizni yana so'ragan bo'lardik. Chunki kun bo'yi tanamiz birinchi navbatda ochlikdan ko'ra chanqagan hissiyoti o'ta kuchli bo'ladi. Ana shuni ehtiyojini qondirishimiz uchun ko'proq suyuqlik ichishingizga e'tibor qaratishingizni so'rab qo'ygan bo'lardik. Bundan tashqari kechqurun yana biroz qorningiz ochadigan bo'lsa, biroz kefir yoki mevadan 1-2 dona yeyishingizni so'rab qolamiz yoki agar o'zingizda ochlikka hissiyoti kuchli bo'lmasa, unda yeyishingiz ham shart emas. Endi saharlikda yo'l qo'ymasligimiz kerak bo'lgan xatolar haqida sanab o'tmoqchiman. Birinchisi, saharlikda darrov ovqatga yopishib ketish, aralash quralash yeyish ikkinchisi. Uchinchisi, qovurilgan narsalarni ko'p iste'mol qilish. To'rtinchisi, salatsiz, suvli narsalarsiz iftorlikni o'tkazish. Bundan tashqari kam suv ichish ham aynan bizda qonni quyuqlashishiga, oshqozonda hazmsizlikka sabab bo'ladi. Bu esa bir nechta kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Mana bu xatoliklarni qilmasangiz, Ramazonning foydasini seza boshlaysiz. Hammangizga Ramazon oyi qutlug' bo'lsin. Hammaga xotirjamlik va salomatlik tilagan holatda siz bilan Bahodir Karimov bo'ldi. Assalomu alaykum.